Avval aytgan gapim sen haqingdagisi. Men xato qildim. Link, sendek g'amxo'r akaga ega bo'lish katta omad. Shunday ayolga ham, oilaga ham. Buni omad demagan bo'lardim. Sen ham bizdek qiyinchiliklardan o'tding. Sen ham hozir oilamizning bir qismisan. Aynan shuning uchun ichamiz. Ha. Samolyotni muhokama qilib ham o'tirmaymiz. Ha. Aeroportlar shifoxonadan ham yomon. Daniel Autis ismi juda xavfli. Bizni o'ylab o'tirmay otib tashlashadi. Nima, yana suzib ketamizmi? Atlantika okeanimi? Men dengizchi emasman, lekin bu bandargohdagi bironta qayiq ham bizga to'g'ri kelmaydi. Bizga kattaroq kema kerak. Xavfli ism uni cho'chitmasligi ham zarur. Sirakuza hududiy aeroporti. Xayrli kun. Suhbatimizni davom ettirmoqchiman. Tabiiyki, MRB Daniel Autis to'g'risidagi axborotni biz bilan o'rtoqlashgan. Lekin sizlarga bir savolim bor. Autis Abu Ramalni o'ldirdi. Mamlakatga katta yordam berdi. Nima uchun kecha xavfsizlik agentligida uni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Shuni bilmoqchiman. Bir chetga o'tsak. Nima dedingiz? Tergovimiz to'g'risida aytib beramiz. Tushunmovchilik ro'y berdi xolos. Hammasiga oydinlik kiritamiz. Axborotingiz uchun biz MRB bilan bog'landik. MRB sizni kecha agentlikka jo'natmagan. O'sha yerdaligingizni ular hatto bilishmagan. Qaysi tashkilotdansiz? Va nima uchun Daniel Autisni o'ldirmoqchisiz? Sizni yana ko'raman deb o'ylamadim. Bunday o'ylarga berilish kerak emasdi. Nega? Senga barchasini aytib beraman. Lekin dastlab men bir narsani so'ramoqchiman. Istagan narsang. O'g'limning suratini ko'rmoqchiman. Kecha agentlikda emasdik. Xato ro'y berdi xolos. Menga yolg'on gapirish katta xato. Sizlarga qarshi ish qo'zg'atishim mumkin. Agentlikdagi odamimiz menga dalillarni taqdim etdi. Uni kichik Michael deb chaqirmayapsanmi? Bunday qilmayman deb senga va'da berganman-ku axir. U ajoyib bola. Senga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Bu u. Seni ering. Jacobmi? Jacob. Aynan Jacob Poseidon. Men buni bilardim. Aqldan ozmaganman. Uni qo'lga tushirdim. Yolg'on gapirgandi, lekin u vaziyatdan chiqib ketdi. Men esa unga laqqa tushibman. Kim u? Aslida kim? MRBning maxfiy agenti 21-bo'shliq yacheykasi bilan shug'ullanadi. Bu sen bilan bog'liqmi? U qobiliyatlarimdan xabar topdi. Tahdid qila boshladi. Uning uchun ishlamasam, sen va Lincolnni har ikkingizni qamoqqa tashlashni aytdi. Keyin buni uddalay olishini ham isbotladi. Sizlarni bundan buyon ko'rmasligimni ma'lum qildi. Mike'ni ham o'limimni sahnalashtirishga majburladi. Keyin u mendan foydalandi. Menga uylandi. Agar bu haqda bilganimda ont ichaman. Yo'q. Sen aybdor emassan. Men
Nega hozir? Nega endi qaytding? O'sha origami 4 yil avval u menga xoinlik qildi. Negaligini endi tushundim. Meni bir yo'qlik qilmoqchi bo'lgan. Seni qo'lga kiritish uchun. u senga qay tariqa xiyonat qildi? Uchrashuvni belgiladi. Keyin topshirig'imni muhokama qilishimiz kerak edi. Ammo uchrashuvda Harlan Gaines ham ishtirok etishini aytmadi. U MRBning boshliq o'rinbosari. Gaines 21-boshliq yacheykasini tekshirardi. Xoinni qidirardi. Aynan o'shanda ular MRB uchun ishlamasligini tushundim. O'sha tunda Poseidon Gainesni otib tashladi. Tergovni shu tariqa to'xtatmoqchi edi. U menga jasadni yo'qotishni, izlarni qoldirmaslikni buyurdi. O'sha suratda seni yuzing ko'ringandi. U Gainesni sudrab borganlarimni tanladi. Uning o'zi ko'ringan kadrlarni esa yo'q qildi. Menga xoinlik qilishganini bilardim. To'laligicha uning nazorati ostida edim. Shuning uchun hech narsa qila olmadim. Har holda u shunday deb o'ylardi. Poseidon noqonuniy harakatlarni bajarayotganini va MRBga bo'yinsunmasligini tushunganimdan so'ng qochib ketib, oilamning bag'riga qaytishga qaror qildim. Lekin buni uddalay olmading. Yuzing, o'tmishing, butun hayoting boshqa odamga tegishli. Sara, hammasini to'g'rilash yo'lini bilaman, oilamni himoya qilaman. Ishon. O'g'limiz hozir u bilan. Mayk uni qo'lida. Men ketishim kerak. Xo'p, bizga kema qurib berasanmi? Yo'q. Bundan ham yaxshiroq fikr bor. Kimga qo'ng'iroq qilyapsan? Kemasi bor do'stimga. Alo. Sukre, bu menman. Link, Yaman seni qo'yib yubormaydi deb o'ylagandim. Michael qayerda? Buni topdingmi? Aynan shuning uchun senga qo'ng'iroq qilyapman. Biz Krit orolidamiz. Bildirmasdan AQShga yetib borishimiz kerak. Jon deb yordam berardim, lekin biz dunyoning boshqa burchagidamiz. Endigina Marokashdan yo'lga chiqdik. Nimalar deyapsan? Marokash Kritning yonida-ku. Buni bilaman. Lekin bir narsani tushun, kema axir meniki emas. Yo'lovchi bo'lishimiz uchun qancha berish kerak? Buning imkoni yo'q. Butun kemani ijaraga olish mumkin xolos. Xo'jayinimiz buning uchun 50 ming oladi. AQShga yetib borish uchun pul to'lash kerak. 50 ming? Uyga qaytishga urinyapmiz. Bizda bu qadar ko'p pul yo'q. Endi bor. Mana, buvimning o'ziga. Narxi kamida 50 ming. Bunday ish uchun achinmayman. Rahmat. Pullar bor, Sukre. Kritga suzaveringlar. Aslida kimligingni aytmaguningcha u Maykka ziyon yetkazmaydi. Uning niqobini ochib tashlasang, u hujum qilishi aniq, Sara. Uni mendan ham yaxshi bilasan. Uni hech kim yaxshi bilmaydi. Men nima qilay? Uning o'yinida ishtirok et. O'z niqobingni yechma. Mayk bilan qochish imkoniyati bo'lishi bilan oyoqlaringni qo'lga ol. G'oyib bo'l. AQShga imkon qadar tez qaytaman va seni topaman. Ko'rinishing ancha yaxshi. Ranging oqargan xolos. Shifokorimning qo'li yengildi. Niqob taqib, uni o'yinida ishtirok etaman. Lekin u o'g'limizni xafa qilsa, uni o'ldiraman. Uzoq chidolmayman. U Kritdan bir o'zi jo'nab ketyapti. Demak, Autis u yerda qolgan, lekin uni ortidan yo'l oladi. Yaqin bir necha kun ichida AQShga keladi. U samolyot yoki kemani tanlaydi. Shuning uchun keyin 24 soat davomida Kritdan yo'lga chiqayotgan barcha kemalarga uning rasmini jo'nating. Uning qochib ketishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Mamlakatga qaytish kerak emas. Jacob, bu oyimmi? Ha, oying tez orada uyga qaytadi.
Maxsus Scofield. Do'stim, 9 ta hayotga egasan shekilli. Ularning deyarli hammasini ishlatib bo'ldim. Xuddi qaqnusga o'xshab. Bunga ishona olmayman. O'limingdan keyin nimalar boshingdan o'tganini aytib berasan. Sen tiriksan. Kapitan juda iflos odam, uni jahlini chiqarma. Turyumda qurollari bor. Har xil noqonuniy buyumlar. Kapitan, bu men aytgan yo'lovchilar. Pulni to'la. 50 ming yoningdami? Shu yerda. Men naqd pul dedim. Bu sof moviy yoqut, 6 karat, 2 karatli brilliantlar bilan hoshiyalangan. Bozordagi narxi 125 ming. Yarim narxiga sotsangiz ham baribir yutasiz. Yolg'on gapirgan bo'lsang, dengizga uloqtiraman. Seni kemada uchrataman deb hech o'ylamagandim. Suvni yomon ko'rasan shekilli, ha? To'g'ri, lekin yodingda bo'lsa qamalganman. Hamma ish beruvchilar ham meni yollashga tayyor emas. Qolaversa, kema boshqa ishimda ham asqotayapti. Aslini olganda, aynan shuning uchun bu yerdaman. Bu meni hamma xazinalarni saqlab turibdi. Tez orada juda boyib ketaman. Bir necha oydan keyin bu yerda ishlashni to'xtataman. Omad kulib boqsa, ularni sizga ham berib turishim mumkin. Bu nima o'zi? Nima emas, qo'pollik qilma. Yuqori sifatli, qimmatbaho va eng muhimi, haqiqiyga juda o'xshaydigan mahsulot. Keldingmi azizam? Salom. Deyapti. Bugun charchadi. Qulog'im senda. Michael yaxshimi? Unga yordam bera oldingmi? Borganimda o'lim yoqasida edi. Faqat uxladi. Qo'limdan kelganini qildim. Holati barqarorlashdi. Ammo u o'zgaribdi. U men tanigan Michael emas. Shuning uchun ular meni aeroportga olib borishdi va barchasi tugadi. Ular Link va yana qandaydir yigit. Mike. Mike qani? Uni uxlayapti dedingiz? uxlayapti. Do'stinikida qolgan. Bir kunga. Tushunarli. Kimnikida? Patriknikida. Vayne o'ziga qayoqda qoldi? Juda parishon xotirmanda. Yo'qotib qo'ymaslik va o'g'irlamasliklari uchun yechib qo'ygandim. Ortga qaytayotganda esa yo'qotib qo'yganimni tushundim. Hayqirganimda samolyotdagilar qo'rqib ketishdi. Ehtiyot bo'ling, juda xavfli. MRB agentining qotili, qo'poruvchiliklar, taniqli terrorchi, IShID bilan aloqalari bor. Daniel Autis qidirilmoqda. Eshitaman. Biz Pentagondagi odamimiz bilan bog'landik. Dengiz trevogasi e'lon qilingan. Daniel Autisni O'rta Yer dengizidagi yuk kemasidan topishdi. Kema kapitani xabar bergan. Flot qanday yo'l tutmoqchi? Voqea joyiga yaqin atrofdagi harbiy kema jo'natilgan, maxsus qism bilan birgalikda. Buyrug'i Daniel Autisni topish va yo'q qilish. Juda soz. Vazifamiz yakuniga yetdi. Qolganini harbiylar bajarishsin. Ey xudoyim, jiddiy sinovlardan o'tibsan do'stim. Taslim bo'lma, Michael. Rahmat, shunday qilaman.